Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi biz bugun boshlagan darsimiz bo'lsa, Durusul Balagha nomli darsimiz. Durusul Balagha nomli darsniki biz insha bobiga kelgan edik. Insha bobini ichidagi endi istifham degan gap to'xtagan edik. Istifham. Ve emmel istifhamu fehuve talabul ilmi bi şeyin. İstifham degan nima desa, istifhamning ma'nosi bir narsani bilishni talab qilish. Tushuntirib qo'yishni so'rash. Tushuntirib qo'yishni talab qilish yoki shu bir narsani bilishni talab qilish degan bo'ldi istifhamning ma'nosi. Endi istifhamniki odatlari bor va adavatuhu degan istifhamniki vositalari bor, omillari bor. Shu omillarni ishlatib tushuntirib qo'yishni so'raydigan omillari bor. Bu amillar qarşı vasıtalar ise birincisi hemze, Hemze degani degan. İkincisi hel. Üçüncüsü ma. Dördüncüsü men. Beşincisi meta. Altıncısı eyyana. Yedincisi keyfe. Sekizincisi eyne. Dokuzuncusu enna. Onuncusu kem. 11'incisi eyyun. Muşala hemmisi adatul istifham. Hocam her birindeki manasını okuyup çıkımız hem düz numaralarına. Adavat degen amil. Hamzatu li talabit tasavvuri. Talabit tasavvuri ev tasdiqi. Ve tasavvuru huve idrakul mufradi. Kavlike aliyyun musafirun em khalidun. تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا وتصديقه هو إدراك النسبة نحو أسافر علي تستفهم عن حصول السفر وعدمه ولذا يجاب بنعم أو لا. خوش. أولا birincisi فالهمزة. Hamza dedik mi? Degandeki hamza. Bu hamza nima uchun keladi desa, li talabit tasavvuri aw tasdiq. Ya'ni tasavvurni talab qilish yoki tasdiqni talab qilish uchundir. Endi kishi sizlardan so'raydi, hal bilan aning nima farqi bor desa, mana mishad bilasizlar. Hal bilan aning farqi hamza nima tasavvurni talab qilish uchun, tasdiqni talab qilish uchun. Tasavvur degan nima? Sizlar ilmul mantiqda o'qidinglar, logikada. Tasavvur degan mufratni tasavvur qilish. Zaydun qoimun zaydun nima? Tasavvur, qoimun tasavvur. Agar ikkisi birlashsa-chu tasdiq. Endi mishli talabit tasavvur va tasdiq. Yoki bu yoki tasavvur uchun, mufrat uchun keladi. Mufratni tushuntirib qo'yish uchun yoki jumlani, bir kamil bir jumlani tushuntirib qo'yish uchun keladi. Ammo hal unga o'xshamaydi. Hal faqatlam tasavvur uchun keladi. Shundan farqi shu. Endi belki tushuntirib o'tadi. Va tasavvuru huwa idrakul mufrad. Tasavvur degan mufratni bilishdir. Ka qavlika, sizning qavli. Mudrak mufratni bilish. Endi hamza tasavvurni talab qilish uchun kelganda, ya'ni mufratni bilishni talab qilish uchun keladi. Ka qavlika masalan, sizning qavlingiz o'xshash. Aliyun musafirun am Khalid? Ali musafirmi yoki Khalidmi? Masalan, İsa bek musafirun am Nurjigit? İsa bek mutazavvijun am Nurjigit? Desam, bu yerda biz mufratni bilmoqchi. Jumla emas. Ya ya'ni xotlanmoqchi bo'lganda İsa bekmi yoki Nurjigitmi desam, bu mufrat. Ya'ni ya Nurjigit ya İsa bek. Buni javob bermoqchi odam umumiy bo'lmaganligi bunga na'am yoki la deb javob bermaydi. Buni da javob berdi. Ya Nurjigit deb javob berdi yoki İsa bek deb javob berdi. Ya'ni buniki masalan o'ylab boqaylik. Bu shuniki mufrat ekanligini na'dan bilamiz, javobdan bilamiz. Biladigan javobda mufrat javob beriladi. Umumiy javob emas. Na'am yoki la degan umumiy javob. Na'am yoki la desak bu umumiy javob bo'ladi. Lekin mufrat degandan na'dan bildik. Men javob berganda Nurjigit to'y qilamdi, İsa bekmi desam, İsa bek to'y qiladi desam, İsa bek degan gap mufratga javob berdim. Demak, mufrat uchun ekan. Demak, hamza mufrat uchun mu keladi ekan. Masalan, davatdagi ta'taqidu sen itiqad qilsan anna safara hasala min ahadihima. Ya'ni safar qilish bu ikkisining biridan hosil bo'lganligini sen bilasan. Ali musafirmi yoki Xolidmi degan gapda
ikkisining birisi safar qilganligini bilasan. Ikkisining biri safar qilganlik. Valakin tatlubu ta'yinahu. Lekin sen qaysining safar qilganligini bilmaysan. Ali safar qildimi, Xolidmi uni bilmaysan. Shu sababdan ikkisiniki birini tayin qilib muayyanlashtirishni, tayinlashni talab qilasan. Valida yujabu bit-ta'yin. Shu sababdan javob berishda tayin qilib, tayinlab, ikkisining birini tayin qilib javob beriladi. Masalan, fa yuqalu Aliyun masalan. Ali deyildi masalan. Xo'sh, va tasdiqu huwa idrakun nisba. Tasdiq degan hamza ya mufrad uchun keladi, nima tasavvur uchun. Tasavvurni talab qilish uchun yoki tasdiqni talab qilish uchun keladi. Tasdiq degan nima desa, huwa idrakun nisba. Tasdiq degan nisbatni bilishdir. Tasavvur degan mufradni bilish, tasdiq degan-cho nima bilan aniqi mavdu' bilan mahmumlikka o'tirishga bo'lgan nimada isnod nimani bilish, aniqi aloqani bilish. Mahkum bilan mahkumun alayhi bilan mahkumun bihini o'tirdiki hukmni bilish. İdrak nisbet degan. Masalan, asafara aliyun deb so'sam, asafara aliyun deb so'sam, mishada tastafhimu an huzul as-safari aw adamihi. Mishada safarniki, elining safarining hosil bo'lgan yoki bo'lmaganidan tushuntirib so'raysan sen. Valida yujabu bi na'am aw la. Shu sababdan na'am yoki yo'q degan bilan javob beradi. Masalan, bu yerda idrak nisbat degan gap asafara aliyun deganda biz nimani so'moqchi? Bu yerdagi nisbat qolsa chiqib o'tirishdiki safaru ali. Ya'ni husulu safari ali. Alining safarining hosil bo'lishi bo'lmasligi nima? Mushu nisbat. Avtordagi nisbat mushu. Endi mushu nisbat degan mushu ekan, nisbat husulu safari ali am adamuhu. Nisbat hada mushuni so'daq, mushuni so'gandan keyin buni deb ataladi ekan, tasdiq. Va talabun anit tasdiq deb ataladi ekan. Demak hamza ba'zi tasdiq uchun keladi ekan. Mana shuni buni javob berganda qanday javob beramiz? Na'am yoki la deb javob beramiz. Ali safar qildimi? Demak savol bu yerda yolg'iz elidilam emas. Yolg'iz safardilam emas. Ya'ni elining safar qilishidan. Eli safar qildi, elining safar qilishi. Savol nimadan? An safari Ali. Shunday ekan, shuning uchun bu jumla. Laysa mufrad. Agar yolg'iz elini so'sam, mufrad. Yolg'iz Xolidni so'sam mufrad. Lekin elining safar qilishi deb so'samcho, nima bu jumla? Bu jumla mantiq ilmida nima ataladi? Tasdiq deb ataladi. والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة ويكون له معادل يذكر بعد أن وتسمى متصلة فتقول في الاستفهام عند المسند إليه عن المسند إليه أأنت فعلت هذا أم يوسف وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه. خوش والمسؤول عنه في التصور أمد bu istifhamdan tasavvurda so'raladigan narsa ma yalil hamzata. Mas'ulu anhu fi tasavvurga mas'ulu anhu nima? Ma yalil hamzata. Hamzaga yondashgan narsa. Hamzadan keyin kelgan. Aliyun. Ali mustafham shu. Al mustafhamu istifhamdan keyin kelgan, hamzadan keyin kelgan narsa mustafham shu bo'ladi. Ve yakunu lehu muadilun. Onun bir muadili buldu, yani karşısı da, onun udulmu robolo keladigan bir karşısı buludu. Şu hamzaga qarshi kelgani. Yuzkaru ba'da am. Bu muadillik nerede zikr kılındı? Am'din keyin zikr kılındı. Ve tusamma bu am muttasila deb atıldı. Bu am muttasila deb atıldı. Fatakul sen fil istifhami anil musnad ileyhi. Musnad ileyhi'den tushuntirib qo'yishni so'rashda mundaq deysan deydi. Siz musnad ileyhini tushunib bo'lganingizda ama masalan qama zaydun desam, qama musnad, zaydun musnadun ileyhi. Zaydun qaimun desam, zaydun musnadun ileyhi, qaimun cho musnad. Tushunamizmi? Shu bo'yicha. Masalan fa'il nim bo'ladi, davomliq musnad ileyhi bo'ladi. Mubtada musnad ileyhi bo'ladi. Shu bo'yicha masalan. Sen mesela musnad ileyhi'den sormakçı olsan ne deysen? Musnad ileyhini evlen çaplaysan. Eğer sen musnad ileyhi'den sormakçı olsan yani eğer sen mubtadadan sormakçı olsan mubtada bilen çokum hemzeni bir yere getirirsen. Ente fealte hada em Yusuf diyende ente nima? Ente
mubtada. Fa'alta şu mubtadaning xabari. Shuning bilan bu nima deb ataldi bu jumla ismiya bo'ldi. Fi'il kasimi mubtada 5 kelganlik uchun bu fi'il fa'il olmaydi bo'ldi joqda. Mubtada xabar bo'ldi. Bu jumla ismiya bo'ldi, lekin jumla istifhamiya deymiz buni. Nima aytganda? Jumla istifhamiya. Nimishqa buni hamza kelganlik uchun. Endi bu shu sen agar musnad ilayni so'moqchi bo'lsang, hamzini musnad ilaydan bir yerga keltirsan, ya'ni anta. Shuning uchun balog'at kitob o'qigan odam kitob yoza oladi. Kitob yozishni o'rgatgan gap. Bunda musannif bo'ladigan gap. Anta fa'alta hada, sen buni sen qildingmi desa, mishadiki savol nereden? Anta degan musnad ilayhidan savol. Mubtadadan. O'sha jumla so'radimda shundasidan. O'shanda Ya'ni bu ishni sen qildingmi degan gapdagi maqsad kimda emas, ma ishda emas. Ko'rsatmoqchi bo'lasiz, bu fi'ilda emas, balki sen degan so'zda. Shundan mushu musnad ilayhi mushu. Am Yusuf. Bu ishni sen qildingmi yoki Yusuf mu? Deganda mishadiki savol ya sendin yoki Yusufdan musnad ilayhidan so'raladi. Tushundingmi? Xo'sh. Va anil musnadi. Endi agarda musnaddan so'ramoqchi bo'lib qolsang, qanday qilasan? Uchoqda musnadni hamzini musnadga kirgizsan. Hamzini musnadga kirgizsan. Musnad degan masalan mubtada xabarga musnad xos bo'ladi, xabar. Xabar musnad masalan. Aragibun anta anil amri am ragibun fihi desam, sen bu ishdan yuz o'rguchimi yoki bu ishga qiziqchimi, rag'bat qilguchimi desam, mishada ragibun degan nima xabar? Xabar muqaddam. Mushu nima uchun oldiga chiqib qoldimi shu xabar desa, shu hamza degan istifhom. Miyada istifhom nimadan so'ratadi? Musnaddan so'ratadi. Mas'ul anhu qasi rag'ib. Sen bu ishni qiziqamsan yo qiziqmamsan? Bu ishdan yuz o'ramsan yoki yuz o'rmamsan? Bu ishga qiziqamsan yoki qiziqmamsan deb bu odamdan emas, bu odamning qiziqishini so'ramoqchi. Sen u ishga qiziqamsan yo qiziqmamsan? Miyadagi savol nimadan so'ratadi? Qiziqish yo qiziqmaslikdan so'ratadi. Demak, yani hamza nakirdo mas'ul anhu kirdi. Mas'ul anhu musnad bo'lsa musnad bilan birga keladi. Agar mas'ul anhu musnad ilayhi bo'lsa musnad ilayhi bilan birga keladi. anil maf'ul iyaya taqsidu am khalida. Endi agar mas'ul anhu nima deb maf'ulun bo'lib qolsa, yeni maf'ul bilan biyada kiradi masalan. Iyaya taqsidu am khalidan meni maqsad qilatamsan yoki Xolidni maqsad qilatamsan desa, mishadimi hamza iyaya kiydi. Ataqsidu iyaya demaydi. Ataqsidu iyaya deb kelmaydi. Iyaya taqsidu. Nimishqa maf'ul degan asl fi'ldan keyin kelish kerak shunda, ammo nimishqa oldiga chiqib qoldi? Chunki hamza nimadan so'ratadi? Maf'ulun bihdan so'ratadi. Shuning uchun hamza maf'ul oldiga chiqish kerak bunda. Shunda Asosiy maqsad kim bo'lsa istifhomda shu oldiga chiqib istifhom bilan birlikda keladi. وعن الحال راكبا جئت أم ماشيا. Endi holdan so'ramoqchi bo'lib qolsa, arakiban ji'ta am mashiyan deb hol oldiga o'tadi. Ji'ta rakiban am mashiyan deb kelmay, arakiban ji'ta am mashiyan. Sen uloqqa minib keldingmi yoki piyoda keldingmi deb so'rayotdi-da. So'moqchi bo'lganda hech nima bu odamning kelishi emas, balki uloqqa minib kelishi yoki piyoda kelishi, buni so'moqchi. Xo'sh. وعن الظرف يوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة. Azabdan so'ramoqchi bo'lsa, masalan, payshanba kuni keldingmi yoki juma kunimi deganda, yawmal xamis oldiga chiqdi, xo'sh. وهكذا وقد لا يذكر المعادل نحو أنت فعلت هذا الراغب أنت عن الأمر إياي تقصد الراكب جئت يوم الخميس قدمت. مش تاريخ ده. وهكذا مش ندق مش بويتشا. وقد لا يذكر المعادل. بعض ده معادل hamzaniki muadilasi amning keyingi so'z am va amning keyingi muadil zikr qilinmasligi mumkin. Masalan, anta fa'alta hada desak, bu ishni sen qildingmi yoki falonimi? Ya sen qildingmi yoki qilmadingmi degan keyingi gap kelmasligi mumkin. Aragibun anta anil amri aragibun fi degan gap bal am ragibun degan gap kelmasligi mumkin. Ayyaya taqsid arakiban ji'ta ayyumal khamis qadda deb foydalanish mumkin ba'zida. Bunda zikr qilinmasligi ham mumkin. Xo'sh. والمسؤول عنه في التصديق نسبته ولا يكون لها معادل فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعا منقطعة وتكون بمعنى بل.
Ama bek mühim ki bemdi. Mesela tefsir okusanlar em munqati'a em muntasile bek çekilir ama em muttasil düşünüp olanlar em muttasilin yapın. Yani beştikinin böyle alakası var. Em muttasil diyen beştiki hemze istifham bilen nima bağlanmışlık. Şunun bir kısmı. Bu em beştiki emdeki bir kısmı. Şunun mu? Mesela suraş cihette. Bu tasavvur için geliyor. Yani em kelgende tasavvur için. Tasdik için gelmeydi. Andaki muadil kelgende em muttasil devamlılık için geliyor. Yani mufret ne sure? Mufretin soğanda. Mufretin soğanda muttasil geliyor. Ama tasdikten sonra cümleden soğanda çoğu em tifkasını geliyor. Bu munqati geliyor. Benim de adı vel mes'ulu anhu fit tasdik en nisbe. Em tasdikteki mes'ulu anhu sorduğun nesne mi doğru nisbettir. Av mufrette, tasavvurda bazı da musnad ilahi bulurken, bazı da musnad bulurken. Okşamaydı ama lakin ma tasdikte çoğu nisbet bulur. Sorduğun nesne. Nememez anda. Artıksa oturduğun nisbet. Ve la yekunu laha muadil. Onunla muadil bulunmaydı. Onun karşısındaki muadilesi bulunmaydı. Mesela fe in ca'at em ba'daha eğer bu tasdik için kelgen hemzinin keyneden em kep qasa kuddirat munqati'aten bu munqati'a da takdir kılınıdı. Ve tekunu bi ma'na bel bu em nimmadan kılıcakda bel manasından kılıdı. Şunu anlama? Yani belki demektir uçakda. Mesela Allah Teala'nın kavli ki bir ki mesela surat-ı Tur'daki em te'muruhum ahlamuhum bihâzâ em hum kavmun tağun diyen sözdeki bu şeydeki em ulanık ahlamları muşunun buyruğu atamdu em hum kavmun tağun ya ki ula tazavvuzcu kavmu diyen yerdeki muş em nime em mayadaki ma istifham biyadaki nispet için bu tasdik için soravatı ma istifhamdan da soravatı yani ulanın ahlamları yani düşleri şunun buyruğatıdı demekçi. Buyruğatıdı. Em hum kavmun tağun diyen belki yani ulanın düşleri şununla buyruğatamdı ne söyleyip medik em nime belki ular tecavüzçü kavimdir. Demek medik ma em beştiki nimelerden bağlanmaydı. Beştiki nimelerden bağlanmaydı belki onu örüp belki bulanıki düşleri onun buyruğatmaydı nime bular üzü esli tecavüzçü kavim. Müşahitlik emri kuddi meyadiki nispet nusravatı yani meyadiki ma istifam nimeti nusravatı da ulanıki şunun ulanın buyuruşu ulanıki düşleri şununla akılları yaki düşleri şununla buyuramdı diyen nispetten sorgalık için bunu ki kendine kegen emni kılınmaydı bağlanmaydı meyadiki em kuddi şu emzi istifamıyla okşaş muamele kılsana bunu Soruşamaz. Ustaz şunu ve hel li talebi tasdiki fakat hel bize nemene hemzeni de program bulduk. Hemze demişti ya tasavvurunu talep kılış için kilitliken ya ki nemen talep kılış için kilitliken tasdikni talep kılış için kilitliken hel çoğu dese hel fakat la tasdikni talep kılış için kilitliken hem bir kim sorup kalsa mel farku beyne hemze istifhami ve hel istifhami dese el farku beynehuma umum ve husus mutlak. Yani demek hemze demişken tasdik ve tasavvur için kilidi. Helço fakat lam tasdik için kilidi. Anda kullu hemze istifhamiye şimdi diyecek bu diyecek bakalım. Yani demek ki oğlumuz çıkılıp demek dairesi nemeden helin dairesinden kenarrak. Bu tasavvur için mi kilidi? Tasdik için mi kilidi? Helço fakat lam tasdik için lam kilidi. Yani tasavvur için kemmeydi. Hakkı şu. Mesela hel ca'ake sadikuke. Hel ca'ake sadikuke sen bunun bir cevap bilişten de cevabımız vel cevabı na'am ev la buludu. Cevap ayak yak buludu. Yani demiş ka çünkü hel ca'a sadikuke dese senin dostun geldi mu dese biz nemeden sorduk ve hazır. Dostunun kelgen ya kemi gelgin sorduk. Dostunun kelgenliki diyen hemen nispet. Tasdik yamucu. Dost fakat dostunla mı sormadım? Fakat kilişliyle mi sormadım? Belki dostunun kilişi ya kemi sorsam muşunda batılıdı, nispet de batılıdı. Eğer yani bu hel muşunda fakat nispet şulam kilidi. Velizâ yemteni'u ma'ha zikrul muadil. Şu sebepten hel kese hel ile birle muadilini zikir kılışın bunu da çekilini da.
فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك deyilmeydi mesela. Seninki dostun geldi mi ya ki düşmanın geldi mi deb em aduvuka deb hal jaa sadiqukaning keyniga hal kelganda em aduvuka deb em aduvuka kelmaydi. Nima uchun bu chaqda bu em aduvuka desam bu chaqda nima uchun bo'lib qoladi? Tasavvur uchun bo'lib qoladi. Ya'ni sadisning dostun keldimi yoki düşmanın keldimi desam bu chaqda bu nima uchun bo'lmay? Anaqa nisbat uchun, tasdiq uchun bo'lmay, balki tasavvur uchun bo'lib qoladi. Shuning uchun uni kelmaydi. Ammo hal jaa sadiquka am aduvuka demoqchi bo'lsam nima deyman? Ajaa sadiquka am aduvuka deb ani keltiraman buni. Hamza emas, shuni nima? Hal emas. Va hal amdu hal tusamma basitan. Hal basit deb ataladi. Basitan deb basit deb ataladi. In istufhima biha an vujudi shay'in fi nafsihi degan agar halning nafsidagi bir narsaning borligidan so'ralsa hal basita deb ataladi. Masalan, halil anqa'u mavjuda? Anqa degan bir narsa bormi? Anqa deb bir narsa bormi? Deb so'rasa bu hal basita deb ataladi. Anqa degan anqa deydi bir qush. Rivoyatlardagi afsonaviy bir qush hamdi. Kim qanday bir anqa bir odamning beshiga qo'nsa, davlat qushi kallasi qo'nsa, shu o'ng'ilab ketdi deb deydigan bir gap bor. Bu qushni ko'rgan odam yo'q. Beshiga qo'ngan odam yo'q, bas ismi bor. E'tibor o'zi yo'q narsa. Halil anqa'u mavjuda? Anqa bormi deb so'radi. Bu yerda nima deb so'radi hozir? Anqaning borligini so'radi. Anqaning borligidan, ya'ni vujudi anqa, an-nisba hina. Lekin o'zida bu boshqa bir narsa emas. Borligi anqaning o'zida. Anqa borligining o'zida. Demak, bu yerda nisbat bor, tasdiq bor, lekin boshqa xorijiy bir narsa yo'q. Tushundingizmi? Ya boshqa xorijiy bir vujud, anqaning vujudi, anqa vujud. İkisi bir narsa. Lekin nisbat. Ve murakkabeten. Murakkab deb ataladi in istufhima biha an vujudi shay'in li shay'in. Bir narsaniki yeni bir narsa uchun borligidan, bir narsaning yeni bir narsa uchun bor bo'lishidan so'ralsa hal murakkab deb ataladi. Masalan, hal tabidul anqa'u va tafraq? Anqa tuxum tug'ib chuji chiqaramdi? Tuxum tug'ib bolalamdi? Deb so'rsak, bu yerdagi savol nima bo'ldi? Tabidul anqa'i va farquhu yoki va farquha va tafriquha degan bo'ldi. Ya'ni savol nimadan bo'ldi? Anqaning tuxum tug'ishi va bolalishi. Tuxum tug'ish degan boshqa bir mafhum oxir. Anqa degancha boshqa bir mafhum. İki mafhum, boshqa mafhum. Shundan nisbat berildi. Vujudul anqa desamcha, vujud bilan anqa ikisi bir mafhum, lekin ikki narsani so'rdim. Vujud degan boshqa mafhum, anqa degan boshqa mafhum. Amaliyotda anqaning vujudi, anqa va uning vujudi ikkisi bir narsa. Amaliyotda tashqari bir narsa, mafhumda ikki narsa bo'lgan. Ammo miyada-chu, mafhumda mu boshqa, amaliyotda mu tuxum boshqa narsa, anqa boshqa narsa. Anqa o'ncha bir şey. Jumurta o'ncha bir şey. Shuning uchun bu jumurta degan boshqa narsa bo'lganligi uchun buni deb ataymiz, hal murakkab deb ataymiz. Uchinchisi va ma. Uchinchisi ma. Isfamning uchinchisi ma yutlabu bi sharhul ism. Ma bilan ismniki sharhisi talab qilinadi. Men sizga hozir kungi darsda ta'lif lafzi degan bir ta'rif bergan. Masalan, kitobni Qur'on deb ta'rif qildi. Esingda bor. Mumkin masalan Qasvarani Asad deb nuqtada ta'rif qildi. Mushuni nima qilish uchun keladigan istifham ma keldi. Ma yutlabu biha sharhul ism. İsmni sharh qilish, ismning mashhur ismi deb bilish. Masalan, mal asjadu awil lujaynu deb so'rasiz bizga. Mal asjad degan nima? Lujayn degan nima desang deb javob beramiz. Huwa al-zahab. Al-asjadu huwa al-zahab. Al-lujaynu huwa al-fidda. Yani asjad degan oltin, lujayn degan kumush deb javob beraman. Lujayn degan mu asl fidda degan gap. Asjad degan fidda degan gap, lekin mana nima ism, nadir ism, majhul ism, oz ishlatiladigan. Oltin kumush degan zahab degancha ko'p ishlatiladigan ism. Yani shunday ekan nima keladi? Ma keladi, mudaga. Sharh qilish uchun so'raganda. Aw haqiqatil musamma yoki musammani haqiqatidan. Bu yerda musammani haqiqatan mashhur ismini so'may, musammani haqiqati ya'ni ta'rif demakchi hamda. Ta'rif uchunmi ma keladi va ma huwa. Masalan, al-usul al-fiqhi, masalan, va ma huwa usul al-fiqhi? Shunda nima ta'rif uchunmi
ta'rifdan so'rayotgan yerga nima keladi? O ma keladi. Tushunarlimi? Masalan, mal inson. İnsan degan nima? Desam, o'sha yerga ma keltiramiz. Uni nima deb javob beramiz? Ta'rif beramiz. Al insanu hayvonun natiq. İnsan degan ongliq hayvonot, jonliqdir deb javob beramiz. Ev halil mazkuri ma'aha. Yoki shuni bilan birga zikr qilingan narsaning holi. Mazkuri ma'aha degan shu narsa bilan birga zikr qilingan narsaning holi so'rdi. Masalan, ka qawlika liqadimin alayk. Sana bir odam kelgan bo'lsa, unga ma anta deb qo'ying. Ma anta deb qo'ysangiz, ya'ni kelgan odam bilan birga shuning holi bor. Bu holidan so'raydigan gap. Uning haqiqatini emas. Uni haqiqatini so'ramaymiz. Onun şahsini sormayız, lekin aşk adamın halini sorayımız. Ma haluka degan bo'ldi. Ma anta desa, ya'ni siz nima odam? Ma anta degan siz nima odam? Qala fa ma khatbukum degandek. Siz nima odam desa, ya'ni nima deb keldingiz? Meni nimga? Bu odamni ko'rdim kelganini. Odamkan. Lekin nima vajidan keldingiz? Nima daji etadigan bo'ldi? Nima ish keldingiz? Sizda nima ahvol bor? Nima xabar ko'tarib keldingiz demoqchi. Çünkü nima demsiz deb. Hadisda Payg'ambar famanil vaftu. Famanil vaftu deydi hadisda. Famanil vaftu degani bu kim degan kim degan gap. Vaftiga elchi degan gap. Kim elchi demas, ya'ni sizlar nima elchisizlar degan bo'ldi. Siz nima odamsiz deganda, siz nima elchi? Nima deb kelgan elchisizlar? Nima maqsading bor degan tushundim. Tushundingmi? Sen kimsing degan aytsam bo'lmaydi. Sen kimsan bo'lmaydi bu. Ma bu ma. Ma deganda sen kimse de bunu kelgan adamni ko'rdi. Lekin uniki nima deb kelganligini bilmaydi. Uning aqsida nima gap borligini bilmaydi. Ya'ni nima deb keldingiz? Sen nima odam? Sen kim demaymiz? Sen nima odam deb aytamiz. Va ma to'rtinchisi men. Men desa men yutlabu biha ta'yinul uqala. Degan aqllarni tayin qilish talab qilinadigan istifhom bu. Ka qavlika men fataha Misr. Misrni kim fath qildi desa Amr ibn As radhiyallahu anhu fatih qildi diye bir şeyde men degan keladi. Beşincisi ve meta yutlabu biha ta'yinuz zaman. Meta bilan zamonni tayin qilish talab qilinadi. Mesela madi bo'lsin yoki mustaqbal bo'lsin. Masalan, meta ji'ta desa ve meta zahab ve meta tazhab. Meta ji'ta desa ams ji'tu. Meta tazhab desa gadan azhab. Shunda biz javob beramiz mesela. Yani qachon degan bo'lmas, qachon. Altıncısı ve ayyana yutlabu biha ta'yinuz zaman mustaqbal khasatan. Mana bu qilgan. Ayyana degan bu qachon degan bo'ldi ma'nosi. Ayyana bu qachon, meta bu qachon, lekin uniki ishlatilishi o'xshamaydi. Meta degan am. Keldigan zamonga ishlatiladi, o'tgan zamonga ishlatiladi, modiga ishlatiladi, mustaqbalga ishlatiladi. Lekin ayyana cho faqat buni mustaqbal xos mustaqbalga ham ishlatiladi. Va takunu fi mawdu'i tahvil davomliq odamni qo'rqitadigan yeri bor. Tahvil, taxvif. Qo'rqinish qiladi, qo'rqitadigan yeri bo'ldi. Yes'alu ayyana yawmul qiyamah. Qiyomat kuni qachona? Qachona o qiyomat kuni deb savol so'rashadi. Ayyan degan qachona deb, ya'ni keladigan zaman uchun ishlatiladi, qo'rqinish qilishlar uchun ishlatiladi. Ayyan deb. Ayyana mursaha masalan. Yettinchisi va kayfa. Kayfa yutlabu biha ta'yinul hal. Kayfa bilan holatni tayin qilish talab qilinadi. Holat, qandoq holat? Qandoq demaymiz, qandoq. Nechuk, qandoq. Masalan, nahu kayfa anta desa, sen qandoq degani kayfa haluka degan bo'ldi. Sen ahvoling qandoq demakchi. Ahvoling qandoq degan bo'ldi. Va ayna bilan yutlabu biha ta'yinul makan. Ayna bilan makonni tayin qilish talab qilinadi. Masalan, nahu ayna tadhhab? Qayerga borasan? Nega borasan? Va anna takunu bi ma'na kayfa. Anna kayfa ma'nosan keladi. Anna yuhyi hadihi Allah ba'da mawti. Allah buni o'tirib qolganiga qandoqmi tirildiyalaydi degan. Anna kayfa degan bo'ladi. Ve bir mana min ayna, annaniki min ayna ma'nosi bor. Masalan, ya Maryamu anna laki hada degani, yani ya Maryamu min ayna laki hada degan bo'ldi. Ya Maryam, bu mal rizq sana nereden keladi degan bo'ldi. Anna degan qandoq emas, menimcha ma'nosi. Ve bir mana mata ma'nosi bor annaning. Nahu zur anna shi'ta degan. Yani qachon xohlasang meni ziyoratga yo'qlab kel degan bo'ldi. Yani zur mata shi'ta degan bo'ldi. 10-si Kem yutlabu biha ta'yinu adedin mubham degan tushuniksiz noma'lum sonne tayin qilish talab qilinadi kam bilan. Kam labistum qanchalik turadi, qanchalik deb. 11-si va ayjun yutlabu biha tamyizu ahadil mutasharrikayn fi amrin ya'ummuhuma degan
ikki o'rtoqlashuvchining birini o ikkinisiga am bo'ladigan bir ishda ikki o'rtoqlashuvchining birini ayirish talab qilinadigan narsa ayyun degan. Masalan, ayyul fariqayni khayrun maqama, ikki fariqning qaysi biri yaxshiroq maqam jihatda degan qaysi demaydi biz ayyunga. Demak, ikki fariqning ikkinisi bor, ikkisini ayirmoqchi biz. Qaysi demaydi biz. Va yasalu biha ani zamani vel makan. Onun bilan ayyun bilan zaman, makandan musuludu, hal, adat, aql, un gayri musuludu. Hasaba ma tudafu ilayhi. Şunun izaf qilingan narsa e'tibor bilan. Endi xo'sh, endi asosiy maqsad nima edi? Hozir mana 5 ki bir hamisi asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad vaqad takhruju alfazul istifhami an ma'naha al-asli li ma'anin ukhra. Tufhamu min siyaq al-kalam. Ba'zida istifhamning lafzlari asli ma'nosidan chiqib, boshqa ma'nosidan chiqib qoladi. Bu tufhamu min siyaq al-kalam. Kalamning siyoqidan, kalamdagi suyulishi, iborat suyulishidan va kalamdagi oldikini qalinlaridan nima bilinadi. Masalan, kat tasviyati masalan. Hozir asli o'zini ma'nosi bilib bo'lgan. Yuqorida so'zlangan hammasi o'zining ma'nosi. Endi kat tasviyati masalan. Tasviya. Tasviya deb bir ma'no bilan keladi. Hamza istifham lit tasviya deb qo'ydi. Qanday gap desa, tasviya degani ya'ni "Naw sawaun alayhim anzartum am lam tunzirhum" degani. Ya'ni tasviya desa ya'ni sawaun alayhim anzartum am lam tunzirhum desa ya'ni mustawin alayhim inzaruka ve adamu inzalike degan bo'ladi. Shuningmi? Ularga sizning ogohlantirishingiz, ogohlantirmasligingiz barobar, baribir degan ma'no chiqadi o'shada. Chunki tasviya deb qo'yamiz bu ma'nosini. Uni qanday deb sizga ogohlantirdingizmi ularni yoki ogohlantirmadingizmi ularni desa ma'no chiqmaydi. Ogohlantirdingizmi ularni ogohlantirmadingizmi deb istifhom deb qo'ysak, istifhom ma'no emas bu yerda, maqsad emas. Istifhom ma'no bu yerda maqsad siz ularni ogohlantiring, qo'y ogohlantirmang nima? Baribir o'xshash demak. İkincisi nefi. İstifham nefi ma'nosini bildiradi. İstifham nefi ma'nosi. Masalan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Desim ichadiki, yaxshilikning jazosi, yaxshilikning mukofoti, yaxshilikdan boshqa bo'larmi? Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdan boshqami? degan savol ichadiki hal nima uchun keladi? Ma ma'nosida. Ya'ni ma jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqatlam yaxshilik. Yaxshilikning o'zga narsa emas demaydi. Shundaymi? Bu istifhamning hal nefi ma'nosidan kiradi. Üçüncüsü inkar ma'nosidan kiradi. İnkar masalan, "A g'ayrallahi tad'un?" Allohning g'ayriga ibodat qilamsizlar? Desa nima deymiz? La deymiz. La ta'buduna g'ayralloh demaydi bu joyda. Allohning g'ayriga nima? Ibodat qilmaysizlar. Allohning g'ayriga ibodat qilish yo'q. Bo'lmaydi deymiz. Bo'lmaydi. Alaysa Allahu bikafin abda? Degan Alloh o'zining bandasiga yetmasmi? Yetarli emasmi desa nima deymiz? Ma'nosi bala degan bo'ldi. Balki nima yetadi. Alloh bandasiga nima yetarlikdir. Balillahu yakfi abdahu degan bo'ldi ma'nosi. Tushunarlimi? To'rtinchisi val amr. Buyruq uchun istifhom buyruq uchun kiradi. Masalan, hal antum muntahun desa ma'nosi intahu degan bo'ldi. To'xtamsizlar degani ya'ni to'xtanglar degan bo'ldi. Aslamtum desa aslimu degan bo'ldi. Musulmon bo'ldingmi ya desa yani Müslüman bulanlar degan bo'ldi. Yani intahu aslimu degan bo'ldi. Beshinchisi istifhom nima uchun nehi. Istifhom ma'nosi nehi ma'nosini bildirdi. Masalan, atakhshawnahum fallahu aqwa an takhshaw. Ularni qo'rqamsizlar desa ma'nosi yani ularni qo'rqmanglar. Yani fala takhshawhum degan bo'ldi ma'nosi. Ularni qo'rqmanglar, menni qo'rqamayman. Oltinchisi va tashviq. Seg'indirish, ishtiyoq tortish uchun masalan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sizlarni men dardlik azobdan qutuldiradigan bir tijoratga boshlab qo'yaymi degani, boshlab qo'ymamdi buni sizlarni. Boshlab qo'ymamdi buni, ya'ni qiziqtirish yo'lini. Qiziqtirib, ishtiyoq tortish. Bo'sib boshlab qo'yishlar deb degizish deydi. Yettinchisi ta'zim, kattalash, istifhom kattalash uchun bo'ladi masalan. Men zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Allohning dargohida, Allohning iznisiz shafaat qiladigan kimki nava? Faqat ulug' Allohlar shafaat qila oladi. Allah izni bergan kishilarla shafaat qila oladi. Hech kim demakchi o'qini Alloh taolani ulug'lamoqchi, ta'zim qilmoqchi. Alloh taolaning dargohidagi holat boshqa holat, hech qanday holatga o'xshamaydi. 8 tahqir, haqoratlash uchun. Masalan, "Ahada allazi madahtahu kaseeran?" Voy sen damliq odam mushumida? Ha, to'xtamay maqtayotgan mushumida deb yana ko'zga ilmaslik uchun kiradi. 9 tahakkum degan sukut etish uchun masalan,
Aqluka yusawwigu laka an taf'al kaza. Voy, sizning aqling olamda mujda qilish, aqling to'g'ri damda, mujda qilishni aqling ishlamda ma qillang demoqchi. Jadiki tahakkum uchun keladi. Bir qo'tar qo'ysangiz ustini. Va ta'ajjub uchun keladi masalan. Ma li hada ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Bu payg'ambarga nim bo'lganda tamoq yeydigan, bozorlarda ming yuradigan degan to'g'ridan to'g'ri. Gap so'moqchi emas. Endi hayron qolmoqchi, to'g'ri deb hayron qolmoqchi. Tamoq yeyotgan bu yerda, bozorda yutgan bu qanday payg'ambar yo deb hayron qolganini bildirmoqchi bu yerda. Gap so'moqchi emas. 11-sida va tanbih ala ad-dalal. Azg'unlikni eskartib qo'yish masalan. Fa ayna tadhhabun? Qayerga borsizlar degani bilmay, bu yerga borganligini bilmay so'gan gap emas. Oy, nega ketyapsizlar degani yana azg'unlik mavjulani azg'unlik bakma bu. Nega borsizlar, nega borsiz? Deb aniki yo'lni xatoligini bildirib qo'yish. 12-si val va'id degan tahdid uchun masalan ataf'alu kaza va qad ahsantu ilayk mas shunday qilsam shunday qilamsa degani yana qiling degan emas, yana tahdid. Agar qilgan bo'lsangiz hech kim yaxshilik qilmayman. O'zingizni bir ko'ray qana degan tahdid uchun bo'ldi masalan. Va amma at-tamanni xo'sh, endi degan istifhomning gapi tugadi. Tamannining gapini Xudoyimiz inshaalloh oldiga haftada olamiz. Inshaalloh va oxir davona alhamdulillah.